Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Bek Mobil kanalimiz va Vodiy Mobil ishqibozlari o'zimizda bor telefonlarni imkon qadar qulayroq narxda qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Har doimdek boshqa savolingizni aytib o'tamiz. Kim qayerdan bizni tomosha qilyapti, shunday video kommentariyasiga yozib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz. Yana bitta so'rovimiz, Telegram kanalimizga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalimizga, chunki mana qo'yilgan har bir telefonni kerak bo'lsa chegirmada qo'yib muntazam ravishda qo'yib boryapmiz. Keyin Telegramimizda bizning kanalimiz bor. Xudo xolasa 8000 atrofida obunachimiz bor. Shu yangi kelgan tovarlar faqat Telegram kanaliga birinchi o'rinda tashlanadi. YouTube'ga kerak bo'lsa oyga ham chiqib ketib qolyapti. Bo'lmasa 15 kun, 10 kunda video olinyapti. Shuning uchun Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar, hozirda o'zida yaxshi bo'ladi. Telegram kanalimizni video kommentariyasiga joylab qo'ydik, xudo xolasa. Bo'lmasam boshladik, bir boshdan boshlayveramiz. iPadlarimizdan boshlaylik. Mana shu telefondan boshlaylik. F5 Pro ekan. Zaryadga qo'yib qo'ydik. Xo'p, Poco'dan F5 Pro igroy ham ishlatgani ham igroy telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. 12 256 talik varianti karob dokumentlari bor. Ravno holatda telefonimiz narxini qilib beramiz. $280 qilib beramiz. O'yinlardan 120 ochadi ekan, ishlashlari ham o'ta ham cho'tga gapirar ekan. Xo'p, Redmi'dan Pad C modelimiz do'stlar, 3 kunmikin 4 kun ishlangan ekan, holatlari yangidek holatda. Korobkadagi zaryadchi full komplekt holatda telefonimiz. Planshetimiz $150 atrofida dillerdan adashmasam chiqib ketgan narx ekan. Biz sizlar uchun buni narxini 1.550.000 so'mga qilib beramiz do'stlar. Arzon narxda foydalanib qolsanglar bo'ladi. Zaryadkasi ham zo'r ekan, o'zimiz ham ishlatib beribmiz. Xo'p, iPad 6 mini shunaqa 32 talik variantda, yo'ngislari ham baland, holatlari ravno holatda, ayb nuqsoni bo'lsa yo'q. iPad arzonroq so'raganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. Narxini buni ham 1.550.000 so'mga qilib beramiz buni ham. Kameralari taniq, cho'tki. Arzonroq Samsung so'raganlar uchun Samsung A10s modelimiz bor, 400.000 so'mga qilib beramiz. Redmi 11R modelimiz do'stlar 5 chip padeshga qiladi, 4.128 talik, 6.128 talik variantda, ravno holatda 5 korobka, narxini 900.000 so'mga qilib beramiz. Tecno Power 6 bu AMOLED displeyligi 256 talik variantda, korobka dokument ravno holatda, ayb nuqsoni bo'lsa yo'q. Telefonimiz narxini qilib beramiz 1.450.000 so'mga qilib beramiz. 1.700.000 so'mgacha sotilyapti telefon. Xo'p, A03 telefonimiz korobka dokumentlari bor, ravno holatda, 464 talik variantda, arzonroq, xotirasi baland, yaxshi Samsung so'raganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. Telefonimiz narxini 680.000 so'mga qilib beramiz. 700.000 so'm emas, 750.000 so'm emas. Redmi 8A telefonimiz 500.000 so'mga qilib beramiz. 64 talik variantda, yaxshi telefon bu ham. A12 telefonimiz 600.000 so'mga qilib beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Bu ham yaxshi telefon, ko'pchilikka yoqqan telefon. Dizayni ham chiroyli, batareyasi ham mo'shni, sivazlari ham yaxshi. Honor X8B telefonimiz kelgan do'stlar, 5 korobka varianti, shuning uchun arzonroq narxda chiqarib beramiz. 128 talik variantda bu narxini qilib beramiz, 1.400.000 so'mga qilib beramiz. Batareyasi balandroq, kuchliroq telefon so'raganlar uchun 64 talik variantda Tecno Power Neo 2 modelimiz 7000 mAh batareyga ega telefonimiz. Bu narxini 750.000 so'mga qilib beramiz. Korobka dokument ravno holatda. A13 telefonimiz bor do'stlar, 650.000 so'mga 32 talik variantda. Redmi 8 Pro ishqibozlari uchun do'stlar 128 talik variantda olib kelib qo'yganmiz, arzonroq 900.000 so'mga qilib beramiz buni. 8 Pro 900.000 so'mga 128 talik. Xo'p, Redmi Note 5 mikin shunaqa adashmasam, buni narxini 350.000 so'mga qilib beramiz. Honordan do'stlar 6000 mAh batareyga ega 128 talik, 6.128 talik variantda, ravno holatda, korobka dokument X7 A Plus varianti. Xo'p, buni 1.100.000 so'mga qilib beramiz. Xo'p, yana bir oshga ketaveramiz endi, xudo xolasa. 32 5G modelimiz do'stlar, koreyskiy variantda, bitta sim kartali. Hozirgi kunda sotilayotgan narxi anchalik baland internet magazinda. Biz sizlar uchun bu narxini $100 emas, 1.250.000 so'mga qilib beramiz. Endi ham batareyasi, ham operatkasi, ham dizayni yaxshi telefonlar so'raganlar uchun 1.200.000 so'mga korobka dokument ravno holatda M32 modelimiz 6.128 talik va 6000 mAh batareyali. Batareyasi ham kuchli, xotira operatkasi ham yaxshi xudo xolasa. Xo'p, 15larimiz 1.450.000 so'mdan qilib beramiz. Do'stlar, skidka qilib beramiz, xudo xolasa. 4.128 talik ravno holatda 1.450.000 so'mdan. Tanlab olish imkoniyati bor do'konga kelsanglar, yo bu yerdan zakaz qiladigan bo'lsanglar ham, dastlabkiga kelsanglar ham telefonlarni ko'rsatamiz, ma'qul kelganini chiqarib beraveramiz. Va 1.550.000 so'mga endi 6 operatkalik, bunisi 4, bunisi 6 galik. 1.450.000 so'm, 1.550.000 so'm. Ravno holatda korobka dokumentlari bor har bir telefonda.
Dastlabki xizmatlarimiz do'stlar, har bir telefonimizga dastlabki xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab mavjud. Iloji bo'lsa bepul qilib beramiz. Pulli bo'lsa ham 25 ming 30 ming so'm atrofida bo'ladi, xolos. U ot bilan yer bo'lmaydi. Endi qanday bo'ladi dastlabki? Dastlabkiga qilish uchun zaklab tashlab berasizlar. 200 ming so'm zaklab yetadi. Qanaqa telefon olishinglardan qat'iy nazar 200 ming so'm zaklab tashlaysizlar. Qolgan pulni borgan paytda to'lov qilsanglar bo'laveradi, kartadan qilib berasizlar. 2 kun uzab 3 kunda yetib boryapti. Qo'shni viloyatlarimizga o'zimiz vodiyga 1 kunda yetib boradi bo'lsa. Keyingi modelimiz A25 5G modelimiz do'stlar. Dizayni ham chiroyli, ishlashlari o'ta ham mo'shna apparat hisoblanadi do'stlar. 256 talik variantda bu. Buni 2 million so'mga qilib beramiz sizlar uchun. Radnoy holatda telefonimiz. Endi xuddi shuni 128 talik bor, holatlari zo'r holatda. Buni ham karob dokument ikkalasi ham Radnoy. Bu narxini 1,9 million so'mga qilib beramiz. Buni yaxshiligini sababi birinchidan 5G poddesha qiladi, ikkinchidan A16lar ham hozir 1 million 700 1 million 800 ming atrofida rabochiylar sotilyapti. Undan ko'ra A25 5G ni olib maza qilib ishlatgan yaxshi. Undan ko'ra anchalar xarakteristikasi kuchli telefon hisoblanadi. A73 5G'larimiz do'stlar 3 xil variantda bor. 1 million 650 ming so'mga bor A73 5G. 5G poddesha qiladi, $400 vaqtida sotilgan telefon, 5 korobka varianti 1 million 600 ming so'mga. Har bir telefonda aytib o'tganimizdek Telegram orqali chiqsanglar, alohida video obzorini qilib beramiz. Endi 8 operatkalik bor, $175 qilib beramiz. 8 ga 128 variantda, radnoy holatda, holatlari ham yaxshi. Endi xuddi shuni 6 operatkalik bor, 6 ga 128 talik, ikkalasi ham karobi dokument holatda, bunisini $170 qilib beramiz. 165 ga qilib beraveramiz. Bunisini 165 ga 175, $10 razницasi bor. Xo'p, endi kelgan joyimizdan ketaveraylik, adashib qolmaylik. A55 bilan modelimiz do'stlar, 256 talik variantda, holatlar zo'r holatda, ayb nuqsoni yo'q. Ikkita sim kartali 256 talik variantda. Telefonimiz narxini qilib beramiz, $255 qilib beramiz. Note 12 Pro 128 talik variantda, 108 megapiksel kamera, 5000 mAh batareyka, stereo kolonka, radnoy holatda, karob dokumentlari bilan 1,500 ming so'mga kanalimiz a'zolari uchun qilib beramiz. Xo'p, A3 modelimiz do'stlar, xotirasi baland, o'zi yangi model dizayn chiroyli telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. Radnoy holatda, karob dokument 800 ming so'm, yoki 800 ming so'mga A3 da 128 talikni olishlar mumkin. Endi 256 talik arzonroq narxda telefon so'raganlar uchun Redmi 12 telefonimiz bor do'stlar. Holatlar ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda, 5 korobka varianti, shuni hisobiga 1,50 ming so'mga qilib beramiz. 256 talik variantda Redmi 12. Xo'p, Note 12miz do'stlar, 256 talik. Mashina ham aytib o'tdi, o'zini radnoy salafanlargacha shilinmagan mana do'stlar. Holat yangi telefon olsanglar, qanday holatda bo'lsa, ana shunday holatda bo'lsa, 256 talik varianti. Korobka dokument, zaryadchi full komplekt holatda. Bu narxini 2 million so'mga qilib beramiz. Endi xuddi shuni 128 talik variantdagisi bor do'stlar. Bunisi 8 operatkaligiz, 6 ga 128 talik variantda 1 million 750 ming so'mga oxirgi narxlar bilan qilib beramiz. Bu ham korobka dokument, zaryadchi holatda. Xo'p, K50 Gaming Education modelimiz do'stlar. Xo'p, igroy telefon, joystilari ham bor telefonimizda. Xo'p, bular batareykasi sal nimaroq chiqib qo'ygan ekan, sababi 100 yo'nkisida qolasizlar, batareykasini 100 ga chiqarib olasizlar, ancha 100 da anchalar ishlaydi, keyin tashlashi ko'proq bo'ladi ekan. Shuni hisobga do'stlar, shu nimasi bor, kamchiligi. Xo'p, buni narxini boringini 1,950 ming so'mga qilib beramiz. Hozirgi endi yozgi kuniga ixcham yaxshi sifatli telefon so'raganlar uchun do'stlar, Xiaomi'dan 13 Lite modellarimiz 256 talik varianti, 2 xil holatda bor. Buni ham holat yaxshi holat, faqat oz-moz izlar bor. Shuni hisobiga buni narxini $160 qilib beramiz. Endi holati zo'ridan bormi deganlar uchun mana holatiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Yaltirab turibdi telefonimiz, 256 talik variantda, oldi va orqa tomonlama H telefon hisoblanadi do'stlar. 256 talik 300 ga oxiri sotilgan narxi ham $380 atrofida sotilgan. Telefonimiz radnoy, korobka dokumentlari bor. Ayb nuqson xudolasi yo'q. Telefonimiz narxini sizlar uchun do'stlar $185 ga qo'yib beramiz. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Xiaomi 13 Lite'ni tanalona so'rayapmiz desizlar, $185 ga qilib beramiz. Igroy ham kamera uchun ham zo'r telefon hisoblanadi. Mana shu 11 talar do'stlar, anchalar 12 tadan ham ko'ra kerak bo'lsa kuchliroq hisoblangan. 11 ta modellarimiz 5G poddesha qiladi. Bunisi 256 talik variantda. Holatlarni ko'rib turibsizlar, holatlari zo'r holatda. 256 talik korobka dokument, radnoy holatda. Xo'p, buni narxini qilib beramiz do'stlar, $190 ga qilib beramiz.
Endi 170 dollarga qilib beradiganimiz ham bor do'stlar. Bu 828 ta variantda 170 dollarga Radno коробка dokument bu ham. Endi xuddi shuni 1,900,000 so'mga ham bor do'stlar. Отпечаткasi almashganiga shuni hisobiga qolgan joylari yaxshi garantiyali коробка dokumentlari bilan 1,900,000 so'mga 11 ta ham игровой, ham ishlatgani, ham kameraga ishlatgani telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz uni ham. Xo'p, 13 Pro'larimiz do'stlar, ikkita bor do'stlar. Radnoy holatda, ayni nuqsoni 200 megapiksel kamera, 5100 mAh batareyka, коробка dokument Radnoy holatda 2100,000 so'mdan chiqarib beramiz. 13 Pro'dan ham ko'ra anchalar shu siri telefon hisoblangan. 12 Pro Plus 5G modelimiz 8256 talik variantda 5G podдержка qiladi, stereo kolonka, 200 megapiksel kamera, xullas telefon o'ta ham silliq ishlaydi, вообще cho'tka telefon apparat hisoblanadi. Bunlarni qilib beramiz do'stlar. Radnoy holatda koробкadagi dokumentlari bor. Xo'p, buni ham 170 dollarga qilib beraveramiz. 2,200,000 so'm bo'ladi. Narxiga arziydi xudo telefon. Xuddi shuni endi hozirgi kunda yangi modellarda hisoblangan 13 Pro Plus do'stlar. Telefonimiz holati просто ashi ideal ekan. Haqiqiy tana holatdagi, mana yangidek holatda, ayb nuqson dolasi yo'q. O'zini 120 talik zaryadchigacha bor telefonimizda 255 dollarga 13 Pro Plusni yangidek holatdagisini qilib beramiz. Yana Samsunglarimiz bor, Samsunglar 1 million so'mdan do'stlar. Hozirgi kuniga, yozgi kuniga aqcham kuchli telefon so'raganlar uchun A41 modellarimiz 464 talik variantda 1 million so'mdan qilib beramiz. 41 zo'r telefon chiqqan, haqiqiy maza qilib ishlatasizlar. Aqchamligi ham cho'ntagida borligi ham bilinmaydi. Bundan buyog'iga asq kunlarga o'ta ham asq o'tadi telefon. S22 Plus do'stlar, hozirgi kunda internet magazinlarda 330 dollargacha sotilyapti. Hozir bunisi arzonroq, bunisini 260 dollarga qilib beramiz. Sababi do'stlar, mana shu yerda mana kirishkasi uchgan joy bor. Xolasizlar 10 dollarga alishtirib olsanglar ham bo'laveradi yoki mashinada Radnoy holatda ishlasanglar ham bo'ladi. Qolgan joylari yaxshi holatda, ayb nuqsoni yo'q. Ekranlari toza. S22 Plusda S22 narxida ham emas, kerak bo'lsa 260 dollarga foydalanib qolsanglar bo'ladi. Bunaqa narxga, bunaqa holatdagi kamroq keladi. Boshqalarimiz ham bor, ularni ham sekin ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasam boshladi. Bu yoqdan 32 ni ko'rsatib, iPhone'larni alohida video bilan 32 4G modelimiz, ikkita sim kartali yevro variantda 1,50,000 so'mga qilib beramiz. S20 Plusda arzonroqni olib kelib qo'yganmiz. Sababi do'stlar, mana Abadoy ko'rib turibsizlar, Abadoy boshqa svetda, orqa kirishkasi almashgan, ya'ni ekranlari toza, fommoni yo'q, ayb nuqsoni yo'q. 12256 talik variantda. Narxiga keladigan bo'lsak, S20 narxida desak ham bo'laveradi. 180 dollarga qilib beramiz do'stlar. 180 dollarga narxiga arziydi xudo xolasa. S20 Plus bu. Imekadan o'tgan koreyskiy bitta sim kartalik. Xo'p, bu yog'imizdan ketdik. Tecno Povo Neo 6 bu. 7000 mAh batareykali 118 ta variantda, коробка dokument Radnoy holatda. Holatlari ham zo'r holat. 1,350,000 so'mga qilib beramiz. Xo'p, S10 Pluslarimiz do'stlar, S10 Plus bunisi yevro variantda, oqi, bunisi koreyskiy variantda. Ikkalasi ham ikkita sim kartda tushadi. Xo'p, narxini 170 dollarga qilib beramiz do'stlar. Bunisini 160 dollarga qilib beramiz. Qo'llanib qolsanglar bo'ladi. Ikkita sim kartali yozgi kuniga aqcham flagman telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. S10 5G'larimiz holatlari zo'r holat. Bunisi A+ holatda 180 dollarga qilib beramiz. 200 dollar sotishar internet magazinlarda. Bunisi A+ desak bo'laveradigan holatda bu ham, lekin sal bundan ko'ra holati pastroq. Lekin ayb nuqson dolasi yo'q, cho'tki kelasam yo'qadigan holatda. 180 dollarga 170 dollar qilib beramiz sizlarga. Internet magazinlarda xuddi shular 200 dollar atrofida sotilyapti, kam 190 sotilyapti. Endi xuddi shu S10 5G'da 512 talik ham bor. Holatlar Radnoy holatda, uni ham ko'rishingiz mumkin. Ayb nuqson dolasi yo'q, buni ham 170 ga qilib beramiz sizlar uchun. Narxlar 256 talik variantda. S20 Pluslarimiz do'stlar. 210 dollarga bunaqangi chiroyli svetdagisini qilib beramiz do'stlar. Xuddi shuni 200 dollarligi ham bor. 200 dollarga S20 ham berishmayapti. Sizlar uchun S20 Plus qilib beramiz do'stlar. Sababi holati mana oz-moz izlari bor. Xo'p. Stiklosi ham qo'yilgan ekan telefonimizda. Bunisini 200 dollarga, narxini 210 dollarga qilib beramiz. Xo'p, endi bunaqangi chiroyli svetdagisi bor. Buni ham 210 dollarga qilib beramiz. Internet magazinlarda 240 dollar atrofida sotilyapti. Holati yaxshi, xudo xolasa, ayb nuqsoni yo'q, Radnoy holatda. S21larimiz do'stlar, koreyskiy
$185 holati ideal holatda bo'lgan. Yevrosini do'stlar $235 beramiz. Yevro qorasini so'rasizlar $235. Xuddi shu yevroni oqi ham bor $230. Ikkalasi hammasi radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q, almashgan netgan joyi yo'q, ekranlari toza hammasini. Mana shu yerdagi mana lak ko'chgan ekan. Aytarli emas. $235. Xo'p, endi yana bitta S21imiz arzonroq variantidan olib kelib qo'yganmiz sizlar uchun. Mana o'sha ekan. Holati radnoy, ozmoz alohida izlari chiqqan, ekranlari top-toza. Mana shu yerdagina mana shilingan joyi bor. Shuni hisobga do'stlar, narxini S20 narxida emas, $175 qo'yib beraman. $175 masalan S21 5chi yoshi xudo olasa zo'r narxda. S22larimizni ham ko'rsatib ketaylik bir yo'li. S22 holatlari yaxshi holatda bo'lgan. Radnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q, koreyskiy bitta sim kartalik. Yozgi kuniga aqcham prosessori kuchli, kameralari cho'tka apparat so'raganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. O'zimiz ham ishlatib ko'rgan, o'ta ham mo'shni apparat do'stlar. S21 dan ham aqchamroq hisoblangan S22larimiz. Xo'p, qorasini $260 qilib beramiz. Bunisini $255 qilib beramiz do'stlar. $280 gacha sotilyapti bu telefonlar ham. Xo'p. S21 pluslar, S20larni ko'rsataylik. S20larda ham kirishkasi almashgani bor, orqa kirishkasi almashgan. Almashgandek bitamiz. Abloylari toza, ekranlari toza. 12/128 variantda bu. Buni $175 qilib beramiz. Endi tanag'idan ham borim deganlar uchun $200 dan kam sotilmayotgan ikkitasi bor, oq va qorasidan $190 dan beramiz ular do'stlar. 175 deb 190. Sababi kirishkasi almashgani uchun 175. Xo'p, S21 Plus modelimiz do'stlar. Holatlari zo'r holat, bunaqa chiroyli svetda. $230 qilib beramiz. Bunisini ozmoz abadoylarda g'ilof izlari bor. Asosiysi radnoy, ekranlari toza, ayb nuqsoni yo'q, oynalari toza. Bu narxini $215 qilib beramiz. $215 ga kerak bo'lsa S21 narxida ham emas, S21 Plus. Batareyasi eng yaxshi chiqqan variantlardan hisoblanadi, chunki 4800 mAh. S22 Pluslarda ham 4,5 mAh chiqargan. S22 Plusda endi holati yaxshisidan, mana hamma yo'q bus-butundan, qorasidan do'stlar $275 qilib beramiz do'stlar. S22 narxida S22 Plus $275 ga eslab qolasizlar. Xo'p, S20 ultralarimiz do'stlar, yevro variantda radnoy korobkadagi korobkasi ham bor telefonimizda. Ayb nuqson xudo olasa yo'q. Mana shu yerdagina mana radnoy holatda alishtirmadik, kirishkasining gazi bor. Lekin asosiysi yevro variantda, yevrosi ancha bilasizlar, qimmatroq sotiladi. 12/128 variantda telefonimiz bitta sim kartasi imekdan o'tgan ekan. Xo'p, buni narxini $235 ga qo'yib beramiz. Endi xuddi shuni qorasi bor, 5 korobka yevro, ikkita sim kartalik do'stlar. S20 Ultrani anchalar kuchli telefon hisoblanadi. Yevrosi svязlarda ham yaxshi ushlab beradi. Xudo buni ishlatganlar biladi. Bu narxini $245 qilib beramiz. 235 ga $245 ga. Note 20 Ultralarimiz do'stlar, holatlari zo'r holatda. Kalta telefonimiz do'stlar. 12 operativ 256 lik xotira, 4,5 mAh batareyka, Note partiyaning so'nggi vakillaridan hisoblanadi do'stlar. Ikkita bor, ikkalasini ham do'stlar sizlar uchun $350 gacha internet magazinlarda sotilyapti do'stlar. Ikkalasini ham ayb nuqson xudolasi yo'q, $280 dan dastlabkasi ichida qilib beramiz Note 20 Ultralarda. Holatlari ham zo'r holatda xudolasa. Xo'p, S20 bir plusimizni idealidan bor, qorasidan $250 ga beramiz, 245 ga beramiz bunisini. Xo'p, Note 10 endi operativasi baland, o'zi kuchli telefon hisoblangan Samsungdan Note 10 modelimiz do'stlar. Holatlari yaxshi holat, orqa kirishkasi almashgan ekan, almashganda aytib o'tamiz, almashgan aytamiz. 12/256 lik variantda do'stlar. Bu narxini sizlar uchun 1,750,000 so'mga beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Bunaqa narxga kamdan kam bo'ladi. $130 atrofida bo'lsa bo'ladi. Xo'p, S22 Ultralarimizni kelinadi. Xo'p, $410 ga beramiz do'stlar. Har xil narxda kelgan, shuning uchun har xil narxda qo'yib beramiz. $410 ligi bor. S22 Ultrani do'stlar. $395 ligi ham bor do'stlar. Holatiga qarab.
$385 ham qo'yib beramiz. Va bularda holatlar tanaqlarni endi $405 qilib beramiz do'stlar. S22 Ultra $405. Aytib o'tilayotgan narxlar ichida, xudo xolasa, barchasini ichida dastlabkasi ichida qilib beramiz. Faqat 1 million so'mdan pastiga 25 ming 30 ming so'm qo'shiladi. Endi yevro varianti ham bor. S22 Ultramiz do'stlar. Ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Bu narxini qilib beramiz sizlar uchun $415 qilib beramiz sizlarga. Xo'p, endi navbat iPhone'larimizga o'tdik. iPhone XS'larimiz 78 256 talik va 100 yonkisida batareyasi almashgan. 100 yonkisida biz 64 talik variantda XS modellarimiz $170 dan qilib beramiz. 170 emas, boring ham $160 dan qilib beramiz. Xo'p, iPhone 7 Plus modelimiz 128 talik variantda 1 million so'mga qilib beramiz. Endi iPhone 7 telefonimiz bor. Holatlar rabni holatda bez email kelgan. Batareyasi almashgan, 128 talik, xotirasi ham baland. Hozirgi kunda 850-900 atrofida kerak sotilyapti. Bu narxni sizlar uchun 500 ming so'mga qilib beramiz. Bez email, Wi-Fi ishlatish, ulab ishlatsanglar bo'laveradi. Ili emailkasini o'tkazib olaman desanglar ham, pasport bo'lsa o'tkazib olsanglar bo'laveradi. Endi iPhone 7 Plus'imizni ekranni almashgandan olib qoldik. Ishlashlari yaxshi. Damo ishlamaydi ekan, ekranni almashgan ekan. Bu yerga tochka qilib qo'yaman, shunday ishlab tursa bo'laveradi. Xullas, telefonimizni arzon narxda 550 ming so'mga beramiz do'stlar. 550 ming so'mga iPhone 7 Plus bitta ekran qo'yib olsanglar ham bo'laveradi, mashina ishlatsanglar ham bo'laveradi, ishlaveradi, xizmat qilaveradi. iPhone XR telefonimiz 80 yonkisida 128 talik radmi holatda PCI turibdi, hamma yo'q bor. 2 million so'mga qilib beramiz do'stlar. $155 atrofida bo'ladi. Xo'p, XRlarimiz endi XRlarimiz zo'rlaridan bor do'stlar. Tanaqlarni olib qo'yaman. iPhone XR 82 yonkisida 128 talik, ikkita sim kartaligi. Ofitsialniy tushadi, ikkita sim karta, ikkalasi ham emaildan o'tgan. $190 qilib beramiz. Rabnoy, yonkisi baland, xotirasi baland va ikkita sim kartalik. Endi xuddi shuni ideal holatda, xuddi shu svetda, bunaqa chiroyli svetda bu 99 yonkislik ham bor. Amerika regioni ekan, 128 talik xotiraga ega, bitta sim kartalik bu. Buni ham $190 qilib beramiz. iPhone 11larimiz ham har xil narxda chiqadi do'stlar. Xo'p, arzondan boshlaylik. Arzondan boshlab beraylik. iPhone 11 qizil radnoy holatda 72 yonkisida, ayb nuqson xudo xolasa yo'q. Narxini $175 qilib beramiz. XS narxida ham emas, kerak bo'lsa foydalanib qolsanglar bo'ladi mana. Telefonimizda hamma yo'q ishlaydi. Ayb nuqsoni yo'q, radnoy ochilmagan telefon. 72 64 talik, $175 ga. Xo'p, endi 100 yonkisligi bor, batareyasi almashgan va orqa kirishkasi almashgan. Shuni hisobga telefoningiz narxini iPhone 11 100 yonkisi 64 talik PCI turibdi, hamma yo'q bor. $185 qilib beramiz. Kirishkasi almashgan, batareyasi shuni hisobga. Batareyasi almashgan, navrot yaxshi ham bo'lib qoladigan. Xo'p, endi mana osini ham ko'rsatib o'tib ketaverib, buning korobkasi bormi lekin esda ham qolmadi. 81 yonkisi 64 talik. Adashmasam korobkasi ham bor buni do'stlar. Rabnoy holatda, ayb nuqsoni yo'q. 220 Boring $220 ga qo'yib beramiz do'stlar. 81 ga 64 talikni so'rasizlar, $220 ga qo'ydik. Endi 100 yonkisida holatlari zo'r holatda 64 talik variantdagisi bor. Batareyasi almashgan xolos $210 ga qo'yib beramiz. Xo'p, endi 76 yonkisida 138 talik oqini so'raganlar uchun do'stlar buni ham $210 ga qo'yib beramiz. 79 128 taligi bor. Holati vahshiy cho'tki holatda, ayb nuqsoni yo'q. Korobka dokumenti ham bor. $240 ga qo'yib beramiz buni iPhone 11 da. iPhone 11 Pro'larimiz ham zo'r narxda bor. Xo'p, 256 talik 71 yonkisida kirishkasi mana shu yerdagina uchgan joyi bor. $220 ga iPhone 11 Pro. 256 talik. Endi 256 talik 82 yonkisida holati zo'r holatdagisi bor do'stlar. Bundan ham foydalanib qolsanglar bo'ladi. $245 ga qilib beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Kerak bo'lsa 64 talik narxida 256 talik ham yonkisi baland iPhone 11 Pro modelimiz. XS Max telefonlarimizga ham bitta baho berib qo'ysalar, holatlari zo'r holatda 256 talik 80 yonkisida do'stlar XS Max $200 ga qilib beramiz. Xo'p, endi 84 64 talik variantda mashinasida ozgina bel berib qo'ygan joyi bor. Shuni hisobga do'stlar
$185 qo'yib beramiz. Ravno holatda 84 yo'nkisi baland 64 talik XS Max bu. $185 ga. Endi holati zo'r 98 yo'nkisi 256 taligi ham bor. XS Max do'stlar, buni ham batareykasi almashtirib qo'yilgan, tayyor qilib ishlatishga. Xotirasi baland do'stlar. Buni ham $205 qo'yamiz do'stlar. $200, $205 va $185 bo'ldi. Esdan chiqarmaysizlar. Endi har bir telefonda alohida rasm, video ma'lumoti aytib o'tganimizdek Telegram kanalimizda bor. O'zimiz lichkamizni ham qo'yib o'tamiz, kanalimizni ham video kommentariyasiga qo'yib qo'ydik. Kirib kanalimizga qo'shilib qo'ysa, har bir telefonda alohida ma'lumotlari bor. 79 yo'nkisi 256 talik operativ xotiraga ega bo'lgan 11 Max telefonimiz do'stlar. Buni narxini qo'yamiz $275 ga qo'yamiz. 79 256 talik. iPhone 12 ni ham xotirasi balanddan qo'yib qo'yganmiz. 77 Koreya region 256 talik varianti, ayrim nuqsonligi yo'q. $270 ga qo'yib beramiz. 76 128 talik variantdagisi bor, $250 ga qo'yib beramiz do'stlar. iPhone 12. 12 Pro'larimiz ham zo'rlardan bor do'stlar, arzondan qo'yib beraylik birinchi o'rinda. $250 ga do'stlar, iPhone 12 narxida ham emas, iPhone 12 Pro sababi orqa kirishkasi almashgan, shuni hisobiga 78 128 talik variantda Fizay turpi hamma yo'q bor, $250 ga. Xo'p, endi oqini zo'rini so'raganlar uchun do'stlar 85 yo'nkisi 128 talik variantda holatlari zo'r holatda bo'lgan iPhone 12 Pro'miz do'stlar $315 ga qo'yamiz do'stlar. Endi yana ham zo'ri bor, bitta 89 yo'nkisi ham bor do'stlar. Yaqinda olingan ekan bu o'zi. Korobkasi ham bor edi, korobkasi qolib ketgan. Radnoy holatda, holatlari vahshiy cho'tki holatda. 89 yo'nkisi 128 talik variantda. Hozirdagi holati bez emaki holatda emakidan o'tkazib berishga harakat qilamiz, bez emaki olsanglar ham bo'laveradi. Bez emaki holatda $320 ga qo'yamiz. Emakidan o'tgan holatda $350 ga iPhone 12 Pro 89 ga 128 talik holati zo'rligi uchun. 13 Pro'larimiz ham. Xo'p, XR telefonimiz ekan do'stlar. 87 yo'nkisida 128 talik variantda iPhone XR telefonimizga 16 Pro ko'rsatib bosilgan. $180 ga. 13 Pro'larimiz ham xudo xolasa anchalar qulay narxda do'stlar. 86 yo'nkisida 128 talik. Regionlari Koreya, LL emas, restavratsiya tovar hisoblanmaydi. Holatlar ravno holatda, ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa yo'q. Mekidan o'tgan, bu narxini beramiz do'stlar, $450 ga beramiz. $450 ga 86 128 talik. Endi xuddi shu 13 Pro ni ikkita sim kartali $460 ga beramiz. 86 ga 128 talik variantda bu ham do'stlar. 14 Pro'miz ham bor, holatlari zo'r holatda, 88 yo'nkisida, yo'nkislari ham baland, 88 ga 128 talik variantda, bunaqa chiroyli svetda. Xo'p, region adashishdan Koreya buni ham. Bu narxini $560 ga beramiz. 13 Max telefonimiz do'stlar, O'zbekistonda ishlanmagan, emakidan o'tkazib qo'yilgan Koreya region 88 ga 128 talik variantda $560 ga beramiz buni ham. Holati zo'r holatda. Xo'p, bu yerda do'stlar yangi telefonlarimiz bor. Yangilarni ham narxlari arzonroq qilib chiqarib beramiz do'stlar. A16larimiz, A06. Xo'p, arzonchi modellarimiz $100 ga ham yangi telefon olib bersanglar bo'laveradi, kerak bo'lsa. Mana bunaqa Smart 9 telefonlarimiz bor, $100 ga qo'yamiz. 128 talik variantda. Bu yerda C61 Tecno 30 bular ham dizayn chiroyli, holatlari ham, narxlari ham o'ta ham qulay narxda bo'lgan telefonlarimiz do'stlar. 14 Pro'larimiz bor, Honor 200 Lite anchalar arzon narxda do'stlar. 14 Pro'larimiz zo'r narxda chiqaramiz. 256 talik variantda 512 talik 12 operatorli do'stlar. Dillerdan arzon narxda chiqaramiz. Barcha telefonlar do'stlar yangilarimizdan qulay narxda xudo xolasa. Xo'p, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlar shulardan iborat do'stlar. Endi videoni keng tarqalish uchun bitta like, kommentariy yozib qo'ysanglar xursand bo'lib qolamiz. Manzilimiz do'stlar, manzilni aytmadik. Andijon viloyati Sharxon shahar Makro supermarket 2-etaj Bekmobil do'konimiz do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, keyingi videoda ko'rishguncha.